Mendan battariga uchraysan. Men ketsam xor bo'lasan. Bir kosa ovqatingni yeb pishirib yeyolmaysan. Sansirama kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Qidiralmay o'l, otangga o'xshab. Yurtisiz bu. Bishiring qorgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? G'ingshima, hayda turib tur. Ha, nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzala tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Oyog'ingni torta. Qani meni tarog'im. Yig'layapti. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush. Beting chirigir bollar. Sanam yerda katta bo'lsang otangga o'xshaganman. O'tir. Mana turib tur. Ha. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q. Dazmolda o'chiribmanmi, yo'qmi shuni qilib ko'ray dedim. Ha, o'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan? Yur oldimga tush. Otangga o'xshamay o'l Mirza Terak. O'chir. Tur mana shu yerda. Jim. Ha. Yalinmang. Men siz uchun qaytganim yo'q, tushundingizmi? Attini qara buni, qora tappi. Nimasiga tekkan ekanman shuni? Zo'r. Lalakoga kelganman, tushundingizmi? Nima edi u? Bolani tagligi, tinch uxlaydi, tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi. Yur oldimga tush. Tez yur. O'chir. Mana ikkinang chirisin sanlar. Nima ovqat qilay? Sen ketmadingmi? Mana bolalar yig'lab qoldi, ichkib dadam deb. To'ymala dadangga. Men hech narsa demadim-ku. O'chir. Qachon ketasan qay? Ertalab ketaman nonushta qilib. Sen hayotda ketmaysan. Senlarning fishkalari shu. Ketaman deb qo'rqitasan odamni. Sevmaysanmi qay? Men ketdim ovqat qilaman. Nima ovqat? Qaydan bilay? Qara orasizmi? Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chiz haqida keladi bir. Shipshingizni yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ti yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bali parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan-ku. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Aptini qara buni xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, ko'k suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola, kim eding Lola? Qani Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazakh uchun edi u. Dadasi. Tavba qildim.
Nima qilyapsiz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz. Nima qilyapsiz? Mana Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman. Og'zingiz tutab ketsa ham yaxshi ko'raveraman. Yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman. Katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. To'yxonani to'ldirib suymagan suydirib, to'yxonani to'ldirib suymagan suydirib, boshqa Hey artist o'chir. Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. O'zi nima sholakan? Davlat ishda ishlaydi. Ayt. Qo'shiqda ayt. boshqa ma'budir o'ynachiya o'yna. Bitta turqingizni ko'ray. Abdizdi deng. Xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman. Bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami? Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlatning ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaron. Uylanmas ekan, andan ya. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin manoni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VP edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VP edi. Meni orzularimchi. Menim VP edim-ku. Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу? Mahi şeker kollaringdan şerbet içermen. Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim. Anvarjon, tanishing o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklab bersangiz boraveramiz. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalot. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2000 bor. Anvarjon, mana 32 so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz ha. Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. 7 oydan keyin menikiga to'yga Muhabbat kuychisi Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ha qo'ysang-chi aldaysan. U kim o'san kim? Kelmaydi u. Telefon qilib. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men Muhabbatni otasiman de. Ha, qaysi Muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi ukan? Bo'pti, yaxshi tayyorlanda, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zayin tidi. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarmiz, tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo. Menda o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. Oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kushib, pishib yuribman.
5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermasa kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Nima qilay dada? Chal. Yot Anvar, onasini ham sen yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zaklatga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobiuzda yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1,190,000 so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet vip любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini, 2 mingini olib qol zaklat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev! Atmen! Kibrakan! Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba! Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz borku, sizda aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zi nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacha aytib eshitdim. Voy noshkurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da! Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shyapsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman dedi. Jiya, sen unda qilmasding-ku, uchrashuvda nima unda bo'lyapsan, ha? Dada. Oyim qilgan bandi xalat kiyyapsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Keling, nima qilay, yechaymi? Yo, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak pochingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz, tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Qunchaqa. Jumidi. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, parkingkasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo!
rostdanam remontlari bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pampa! Kuyov, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Izlamagan joyim qolmadi qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay bahor omadim, ay bahor omadim. Ha, Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsin. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozir opa endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishini ko'ramiz. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin o'zingizda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jigiliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilsa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana shilmi kelib keta qo'yadi. Tepyaptimi? Qilib qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim silkallatadi. Da onani qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patidi. Ha, gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borki kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi? Yo'q, tozaladi lekin. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degan chiqqan, shakarsiz. Saxir borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjo'ra to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'zini rangini ko'rishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xalq. Zayn qilib qo'y qo'y. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'il mana deb. Ya, oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar? Ojon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Hey, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqdingizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi? Har ikki kunda birdan onasinikida. O'zar aka. O'zar aka. Ha! Yangi ketmonlaringizni berib turing. Hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday.
Quyon qara bo'riga. Iltimos meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiravering sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri unday uxlamagandim. Nimaga uyutdingiz? Yoting. Uyutdingiz. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men babida yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz menga dadangizga yoqmayapti. So'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni taqdis. Ah, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Bu onasini yemsa, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. O'yin yosh kattami sandan o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da, dada, nima qilay? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Pap, что говорит он? So'kin men rus Ya chizachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vlad, nima uryapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam, bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Paparon. Ясно. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Voy, Vlad. Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi Brent bozorga olib keldim. Mana siklat. Nima edi ismi? Vlad. Vladni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgani olib keldi. Brent bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela. Dada deyapti, qara. Damat kostyum shimlarini bilasizlar. 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 millionga sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat Brent bozorida ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Idi sюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yiqil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Dochinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Zay, tebingga yo'qbishda. Nima yoqadi senga? Rangi ro'ying yoqadi. Bespроводной endi figurang yoqadi. Keyin tirish turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Внутренний yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik.
два, три, четыре. Раз, раз. Jırtillashini ona. O, menga qara. Qachon o'ladi bu kelin? Men ham shuni kutib o'tiribman. Tezroq o'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deb olmaysan-da. Mana shuni ber, nasmet o'ladi. Aycan dadajon, idите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat. Men raftem уже. Raftem. Tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Мы пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пить. А это что? Это самогон. Самогон. Peydi, asalcam. Что случилось? Bo'ldi. Uymaniki bo'ldi. Pam! Ya. Альтату. Мен актриса bo'laman. Yo'q, hingirlab o'l. Baba Yaga. O'lmas Kashey. Tualetga ketmayapti. 6 sekund. 1 minut hozir. Qani kir, qani dog', Bavina ol shundoq. Bavina ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildi. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то, те. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, мама. What? Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа! Ты третий личный! Подожди, Ты третий личный! Подожди. Это дом мое! Дом мое! Дом мое, ё-моё! Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.